Mana hozir anaqa Taxta bozoridaman. Bugun mana maydalab yomg'ir yog'ib turibdi. Shunaqangi zo'r havo. Ibn Sino Taxta bozoridaman. Narxlarni ko'rib, aylanib yuribman. Qarang, bu yerda ham vibr bor taxtalarga. Ya'ni har qanday razmerlarni topasiz. Deylik, narxini deylik mana 5 ga 15 lar bor, 6 metr, 4 metrli, hop, 4 ga 14 lar bor. Hop, 2,5 ga 15 dimovkalar bor, 6 metr, 4 metr, 5 ga 10 lar bor. Mana 12 ga 4 lar bor. Shunga o'xshagan bruslar bor. Hozir men bunday bo'ldi-da, qarang. Bozorda aylanib narx-navoni ko'rib chiqdim. Va eng arzon joy shu yerda bildim. Ya'ni odamlarga manfaatim tegsin. Ya'ni eng arzon joy shu yerda bildim. Bu qaysi unaqa nomeri? Ibn Sino bozori, birinchi qator 7-butka. 7-butka. Hozir sizda narxingizni, unaqangizni, telefon nomeringizni bu yerga qo'yaman. Foydalansizlar. Keyin ular narxni 290 beramiz deyapti. 290 dan. 290 har qanday razmer bo'lishini qatnaydi. Qarang. Keyin taxtalarni ko'rsatamiz, yuk. Taxtalarni ko'rsatik. Mana taxtalar. Hop. Bular ismi har qanday bor mana. Mana buni oldik biz o'zimiz tanishimga o'zi maqsad olgan kelgandim. Mana ko'ryapsiz taxtani. 6 ga 18, bu yog'i 5 chista. Bironta joyda unaqa yo'q. Chirigan sasna. 100% sasna rossiyskiy taxta. Ha, mana shuni kubi, ya'ni men odamlarga hisob beraman. Kubi $290 qilib berishdi. Shunda donasi mana shunda 24 tasi 1.3 bo'ldi. 1.3 kuba bo'ldi. Shunda donasi 2 metr atrofida ilinyapti. Ayting, ko'rsating maqsadda qarab, bunaqasini qayerda bor? Bunaqa narx. Bunaqa narx qayerda bor? Mana taxtalar bemalol ko'rsanglar bo'ladi mana. Taxtalar umuman unaqa yo'q. Keyin men hozir ko'rib keldim, bu yoqlarda 350, 340 deyishdi. Bu yer eng arzon joy uchun odamlarga taklif qilyapman, odamlar foydadan tegsin. Eng arzon joy shu. Hozir keyin mana qarang. 5 ga 10 deng, 5 ga 15, 2,5 ga 15, 4 ga 14 lar. Har qanday razmerda bor ekan. Reykalar bor. Har qanday razmerda bor. Hammasi bor. Olti metrlikgacha bor hammasi. To'g'rimi? 6 metr, 4 metr. Keyin hozir sizga masalan deylik savol tug'ilib, sizga unaqa qilib dastlabki qilib berasizlar? Dastlabki qilib beraveramiz. Narx o'zgarmaydi, $290 dan. Masalan deylik razmerni aytsa sizga. Ha, dastlabki aka necha kilometrgachaligini gaplashiladi, aka, dastlabki. Razmerlarni aytiladi, u bordan beriladi. Keyotmaydi odam demoqchiman-da, to'g'ri shart emas demoqchiman. Ha, kelishligicha shart emas. Mashinadan pulni berib yuborsa ham bo'ladi. Hammasi sifatli taxta boradi. Mana hozir yukni ortish jarayonidamiz. Hozir mana yigitlar ortib berishyapti. Bir 2,5 kuba, 3 kuba hozir bittadan oldik taxtalar. Bu hozir nechaga necha razmeri? 12 4 metr. 12. Bu 12, bu yoqqa 4 edi. 4 metrli rossiyskiy taxta. Ha, bo'ldi. 4 Yonda ikkisi kelmaygan. Mana kirasizmi? Ortish jarayonidamiz. Keyin albatta men bularda telefon nomerini yozaman. Albatta foydali bo'lgan bo'lsa like va podpiska bosing. Shunday chiqishlar bilan chiqib turaman. Savollar bo'lsa albatta kommentariyaga yozing. Iltimos, rahmat.